Sizni suyib qo'yaychi dada. Haqiqiy bo'lgan voqea. Har bir beti ko'z yoshlarim bilan namdalgan kichikkina xotir daftarini tutib, o'ksigimcha men bilan tang yig'layotgan tutuq osmonga qarab turibdiman. Men bir ota. Lekin o'z farzandining ko'nglini ololmagan, o'z pushtidan tamgan bolasiga mehribonlik ato qilolmagan rahimsiz, bag'ritosh ota. Men qayg'urganga, azoblanganga umaq o'g'lim qaytib kelibdi. Yo'q. U mendek aqlsiz, qor yurak otining yenidan mangu ayrildi. İçimni tatlayotgan ruh g'alyollari bana nafratlik shivirlamoqda. Boshqa otalarningmi mendek umrlik azobga qolmasligi uchun qisqa, lekin unutilmas hikoyani sunmoqchiman. To'liq o'tir maktabni garchi yezida o'qigan bo'lsam-mu, Ishkirdagi Dangliq oliy maktabda o'qib kelgandan keyin shaharga xizmatga taqsimlandi. Xizmatda o'zimga to'liq qattiq talab qo'yatdim. Xizmatga chiqib 1 yildan keyin necha yil muhabbatlashib yurgan bir qiz bilan oddiy, lekin to'liq ko'ngilli to'y murosimi o'tkazib, baxtli oilani qurib oldi. 2 yildan keyin o'g'limning tug'ilishi kichikina g'ayribona kulbimizni texmo baxtiyorlik cho'mdirdi. Kallamda balaga kichigidinla nihoyat qattiq tarbiya qilish kerak deydigan ideya bo'lg'ashqa, u yeshig'i to'shib bir narsani bilgudek bo'lgandim tortibla to'liq qattiq qo'l bo'lishga boshladim. Bir narsalarni buzib etsa, qopig'imni turgan holda uning ko'ziga tikilib turib tanbeh beratdim. Mana shundaq hayva popozilar bilan balam maktabga eshik to'ldi. Uni boshqa bolalardek ko'chada o'ynashiga osonlikcha yo'l qo'ymadim. Maktabdan kelgandan keyinla yana so'ngkisini ichib topshiriqni, nima darslarni o'rganganligini so'raydim. Mushu o'sal mijozim tufayli balam boshqa bolalardek sho'q emas, nihoyat ehtiyotchan, mustaqil ish qilolmaydigan yurak oldi cho'mib qoldi. Lekin men uning adablikligidan, darslik yaxshiligidan boshqalarning oldida cho'ng so'zlayalaydim. Ayolim o'g'limga qilgan muomalamdan bek norozi edi. Lekin men bolani yaxshi tarbiyalamasa, hozirgi jamiyatda kuyimsiz o'rin bo'lib qoladiganligini uning talay qatim so'zlab ezib ichirib. Men boshqalarning dadalariga o'xshash balamga doim o'yinchiqlarni yeb bermaydim. Kichikkina balamni kitobxonlarga opirib, uning professorlarga o'xshash kitob o'qib o'tirishini talab qilatdim. Bu qilganlarimning bakli chakdan eshib ketganligini shu vaqtlarda bilsam-mu, men buni faqat balamga bo'lgan bir kuyinish usuli deb qarab ketdim. O yenimga kelib ko'zlarimga tikilib turib, balalar savollarni so'rganida gapining shig'il urib, bu savollarning javobini kitobning ichidan tepishga yoki muallimdan so'rashga majburlaydim. O maktabga kirgandan tortib toki 5-yillik chiqqanga qadar barliq o'qish natijalari to'liq yaxshi bo'ldi. Ammo uning mijozi bag'an sari o'zgarishga boshladi. Texmo jimg'o'rlashib, meni ko'rsala bir xil qo'rqitgandek qaraydigan bo'lib qoldi. Xizmatimning oldirashchiligida buni boladagi doim bo'lib turadigan odatdagi psixikalik o'zgarish deb qarabdim. Toki shu qabohatli kungacha
Men balamni tushunmay ketdiman. Bugün imtamak attınla, dedim kazan beşide aldıraş yürgen ayalimdi. Tükürettim. Pah, açık su, lazıq milep taza yeydiğen boptu mende. Erkin qani? O öyde karton körüp atıdı. Nime? Karton körüp atıdı? Bu yağaş kulakınıza, televizorgu bunda qarab ese, mektepti qandaq okuydu? Xapçımı? Birden kögenge nim bo'latdi? Açık su tugab ketibdikan, akirib ber ha. Erkin akirib bersin, yerib ketdim ben. Shundaq degancha Erkinni chaqirdim. Mana, mau pulga ochiq sakir. Tez berib, tez qaytib keljimi? Yo'lda o'ynab turadigan bo'lsang, ko'gilgingni ko'rsan. O ma'qul degancha yugurib chiqib ketdi. Shu vaqtda ko'zlarim ayolimning ko'zlari bilan uchrashdi. U menga seningdekmi oti bo'lamdi degan ma'noda tikilib turardi. Nima? Yeydiganda qaraysan-ku. Tamig'ingni qo'saqashdi. Do'kon bilan uyning orliqi 2 minutlik yo'l bo'lsa-mu, balam 10 minutgacha kirmay o'tirdi. Qattiq ochchig'imda pishib bo'lgan tugirga qarab, u kirsa qandoq adibini berishni o'ylab o'tirdim. Dükkanın oldida odamlar to'plashib ketgan bo'lib, bizning kelganimizni ko'rib, kimdir biri hozirlik qutqizish mashinasining keladiganligini aytdi. Quloqimga hech qanday gap kirmaydi. Kishilar to'pini yerib kirganimda, balam qonga milalgunicha opasining quchog'ida ko'zlarini chim yumgan holatda yotadi. Atrofdagi kishilar uning do'kondan ishtiga chiqayotganda bir pikapning tuyuqsizda yon ko'chadan chiqib so'qiyotganligini, lekin shofirning pikapni haydagunicha qochib ketganligini aytdi. Yana nim gaplarning bo'ling'ini menga na'ma'lum. Balamning qo'lidan chin tutib, uni doktorxonaga olib keldik. Jiddiy qutqizish uyining oldida turgan tuqqanlar, yana kimdir birlari bizga sabr tilaydi. 2 yildak bilingan 2 soatdan keyin doktor chiqib, beshini bo'sh choy qilganicha yanimizga keldi. O'shini bir bilib, bir bilmay turgan ayolimni yurgunimcha balamning yeniga kirdik. Ko'zlarini og'riq dastidan tulumi tasti echayotgan bola bizni ko'rib, men mangu unutolmaydigan baxtli kulgisini kuldi. Balam, sana hech bo'lmaydi. Qara, biz yaningda bor. Men ochiq suvni ilib mashina bu meni bo'ldi, gap qilma balam. Sana hech bo'lmaydi. Ayolim balani quchoqlab qattiq azobda yig'layotdi. Jinim balam. Jinim balam. Jinim balam. Ko'zim pushaymon yoshlari bilan to'lgan bo'lg'ashqa,
karvatda ağırlık azabıda tolğunum ketkan bolamni bir necha sekund ko'rardim. Nemişkim özüm çıkmagandım ben. Dada, Aha, bola. sizni bir suyup koyayçu. Dada, fakat birinila. Bir dada üçün. Bulupmu, mendek farzandini yaxshi tarbiyalayapman deb o'ylayotgan dada üçün. Bu gap nima uchundir? Yuragimga pichoq urgandek bilindi. Bah ovozimni qo'yib o'tib, qattiq yig'ladim. Beni kechir bolam. Seni suyup qo'yay. Kunda necha qatim suyup qo'yay. Endi maktabdan kelib, do'stlarim bilan o'yna. Birdan televizor ko'rsam bo'ladi bolam. O tasti ko'tarilgan qo'llari bilan bo'ynimga kirasilib, meni birini suyib qo'ydi. Ayolim texcha esini bilmay yotadi. Dada, Bolam, uyga qachon ketimiz? sal turibli ketimiz bolam. Putum azroq surilib ketibdi. Ishnim bo'lmaydi. Dada, O yana gap qilmoqchi bo'ldi-yu. Lekin bu uning oxirgi gapi bo'lib qoldi. Bir talla o'g'limdan ayrilib qoldi. Barlig'imdan ayrilib qolgandek hissiyati bo'ldi. O ayolim ikkimizning qalbiga cho'nqur ko'milgan qabr izini qoldirib, bizdan ayrildi. bana Bir aydan keyin uning kitoblarini raddab o'ltirib, tuyuqsiz kundalik xotirasi qo'limga chiqib qoldi. Men ayni vaqtda uningga kundalik xotir yozishni tavsiya qilgan edim. 2006 yılı 6 ayının 5. günü. Bugün ko'nglim bek yerim. Dostum Arafat oynaymiz deb kiribdikan, dadam unimidi. 2006 yılı 6 ayının 14. günü. Bugün ko'nglim bek yerim. Dadam meni bog'chaga elib berishga qo'shilmadi. U meni boshqalarning dadasidek suyib qo'ymaydi. 2006 yılı 7 ayının 2. günü. Bugün ko'nglim bek yerim. Dadam men eng yaxshi ko'radigan kartonni ko'gil qo'ymadi. Cho'kimiz ep yeyishimga pul bermadi. 2006 yılı 7 ayının 4. günü. Bugün dadam imtihanda olgan natijamni ko'rib, xafa bo'ldi. Bir panda 87 numara ep qopdiman. O mening yoziq ta'til lagerga chiqishimga qo'shilmadi. Lekin men dadamni pek yaxshi ko'raman. Mening har qatim o'tkazgan gunohlarim xotirlangan bu daftarni azob ichida o'qib tugatdim. Men qanday ota o'z bolasini bir qatim erkilatib suyib qo'yamagan. O'ltirish, choy, mahjong o'ynashga, do'stlar bilan allaqanday joylar berishga vaqt chiqara oldim. Bolamni suyib qo'yishga vaqt chiqara olmadim. Erkin bolam, sana yüz gülenmeyme.